Bo'ldi, endi kuz keldi, chiqarmaysizmi? Qachongacha emizasiz? Hozir chiqarsa bo'larmikan? Nima uchun yozda rostdan chiqarmagan yaxshi? Chunki bolalarning ko'pchiligi suv ichmaydi. Chunki u chanqog'ini ona suti orqali qondiradi. Chunki ona suti 87% ga suvdan tashkil topgan. Ona sutidan chiqarib yuborsangiz, u suvdan ham mahrum bo'lib qoladi. Suv ichmayotgan bo'ladi va u suvsizlanib qolishi mumkin. O'shaning uchun yozda chiqarmaganingiz yaxshi. Bu bir. Ikkinchidan, bizda ko'pchilik birdaniga sutdan chiqarib yuboradi-yu. Shuning uchun yozda ich ketish kasalliklari o'zi ko'paygan bo'ladi va bolalarni ko'pincha 1 yoshda chiqarib yuborishadi. Bo'ldi, sutda nima qoldi o'zi deyishadi. Quruq suv deyishadi, lekin aynan 1 yoshdan boshlab ona sutini tarkibi o'g'il sutiga yaqinlashib qoladi. Chunki unda aynan immun agentlar ko'payadi va ich ketish sezonida bolani mana shu ona suti himoyalab turgan paytida u himoyasiz qolib qoladimi, bola tez-tez ichi ketib bo'lib qoladi. Ya'ni diareyaga tez-tez chalinadi, o'shaning uchun ko'p qaynonalar yozda chiqarmay ichi katta bo'lib qoladi deydi. Yo'q, aksincha u immunitetsiz, yordamchi, himoyasiz qolgani uchun ichi ko'proq ketadi. Hayotım shu nuqtai nazardan haqiqatda, lekin agar siz hamma bolani sutdan ayirish, ketma-ketligini to'g'ri bajarsangiz, yozmi, qishmi, bahormi farqi yo'q. Agar siz